Dulut shahridan bo'lgan Josh ismli yigit biz deyarli har kuni elektron pochta orqali oladigan imonlilar orasida keng tarqalgan bir savol bilan murojaat qilibdi. Cho'ponjon, men qutqarilganimni qanday bilsam bo'ladi? Josh, Rabbiy Iso Masihga ishongin. Shunda sen hamda butun xonadoning najot topasizlar. Havoriylar faoliyati kitobi 16-bob 31-oyat. Chunki Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yuhanna xushxabari 3-bob 16-oyat. Shunday qilib, odam qonun ishlari bilan emas, balki iymon bilan oqlanadi deb hisoblaymiz. Rimliklarga maktub 3-bob 28-oyat. Yuhanna kitobining butun mazmuni Yuhanna xushxabari 20-bob 31-oyatida mujassam etilgan. Isoning Masih va Xudoning o'g'li ekanligiga ishonishingiz uchun yozilgan. Toki bunga ishonib, uning nomi haqqi hayotga ega bo'linglar. Yangi ahd biz Isoga ishonish orqali najot topishimizni aniq qilib aytadi. Demak, Yuhanna, Matto, Mark, Luqo xushxabarlari kitoblaridagi va butun Injildagi Isoga e'tiboringizni qarating. Masihga e'tiboringizni qarating va ko'rayotgan narsangizni ayting. Agar sen Isoni Rabbim deb o'z og'zing bilan e'tirof etsang, deb yozilgan Rimliklarga maktub 10-bob 9-oyatda. Bu haqida nima his qilayotganingizni ayting. Uni qabul qilaman, uni sevaman. U mening Xudoyim, u mening Rabbim, u mening xazinam. Buni e'tirof qiling. Buni ovoz chiqarib ayting. Buni boshqalarga ham ayting. Xotiningizga, bolalaringizga va do'stingizga Iso mening Rabbim deb ayting. Muqaddas kitobga ko'ra hech kim muqaddas ruhning ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Bu ajoyib emasmi? Hech kim Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Demak, agar shunday desangiz va bu rostdan ham shunday bo'lsa, Xudo sizning hayotingizda ishlayapti. Sizda muqaddas ruh bor. Iymon nima? Bu ishonishmi? Yuhanna xushxabari 1-bob 11-12-oyatlari shunday deydi. U o'znikilarning oldiga keldi va o'znikilar uni qabul qilmadilar. Uni qabul qilganlarga esa uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandlari bo'lish hokimiyatini berdi. Demak, qabul qilish va ishonish birgalikda talqin qilinadi. Qabul qilish so'zi bu Iso o'zini sizga najotkor, Rabbiy, xazina, maslahatchi sifatida taklif qilganda, siz uni qabul qilganingizni, rad qilmasligingizni anglatadi. Siz Xudoning butun borlig'ini Masihda qabul qilasiz. Shu tariqa qabul qilish Isoning ilohiy tabiatini tan olish va unga quchoq ochishdir. Yuhanna xushxabari 6-bob 35-oyatda Iso shunday dedi. Men hayot noniman. Mening oldimga keladigan hech qachon och qolmaydi. Menga ishonadigan hech qachon chanqamaydi. Demak, ishonish chanqog'ingiz qondirilishi uchun unga, ya'ni Isoga kelishdir. Yoki qoshdagi yoriqdan to'kilgan inoyat shasharasini qabul qilish va uni ochlikni qondirishning yagona vositasi sifatida qabul qilishdir. Xudo tasviri bo'lgan Masihning shuhrati haqidagi xushxabarning nuri iymonsizlarga porlamasligi uchun bu dunyoning xudosi ularning ongini ko'r qilib qo'ygan. Korinfiklarga 2-maktub 4-bob 4-oyat. Shunday qilib, u ko'zlarimizni ochganida Masihning ulug'vorligini ko'ramiz. Masih ko'rinmas Xudoning qiyofasidir. Kolosiyliklarga maktub 1-bob 15-oyat. Masih eng buyuk shaxs, eng buyuk najotkor, eng buyuk Rabbiy, eng buyuk muallim, eng buyuk maslahatchi va eng buyuk do'stdir. Masihga ishonish orqali iymon ana shularni qabul qiladi. Ehtimol bu savolni bergan yigit hayotimizda bo'ladigan iymon sinovlari borasidagi barcha oyatlar haqida o'ylagandir.
Bu to'g'risida boshqa safar batafsilroq gaplashamiz. Lekin shuni aytishim mumkinki, Yuhannoning 1-maktubi bunday sinovlardan ko'pini keltiradi, ammo ularning barchasi shu umumiy fikrga olib keladi. Sizning hayotingiz najotkoringiz sifatida qabul qilgan Masihning qadr-qimmatini aks ettiradimi? Sizni meva oqlamaydi. Asli iymon daraxti yaxshi daraxtdir. Meva daraxtning yaxshi ekanidan dalolat beradi. Biz bu yerda yaxshilik haqida gapirganimizda mukammallikni nazarda tutmaymiz. Ko'pchilik odamlar aftidan men najot topganmanmi degan fikr bilan kurashadi. Chunki ular masihiylarning o'sishi va gunohning qanday ishlashi borasida haqiqiy tushunchaga ega emaslar. Shuning uchun men Yuhannoning 1-maktubi 1-bob 7-9 oyatlarini o'qish bilan bu fikrimni tugataman. Unda shunday yoziladi: Agar u nurda bo'lgani kabi biz ham unga o'xshab nurda yursak, bir-birimiz bilan muloqotda bo'lamiz va uning o'g'li Iso Masihning qoni bizni har qanday gunohdan poklaydi. Demak, nurda yurish juda muhim. Agar biz nurda yursak, Isoning qoni bizni barcha gunohlardan poklaydi. Bu nurda yurish mukammallik ekanini anglatadimi? Yo'q. Chunki agar nurda yurish mukammallikni anglatganda, poklash uchun birorta gunoh bo'lmas edi. Demak, nurda yurish boshqa ma'noga ega. Shunday qilib, biz o'qishda davom etamiz. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va bizda haqiqat yo'qdir. Aniqrog'i, biz nurda yurmayapmiz. Siz nurda yursangiz, aldanmaysiz. Siz nurda hamma narsani aniq-tiniq ko'rasiz. Nimani ko'rasiz? Siz hozirgina qilgan gunohingizni ko'rasiz. So'ng gunohingizni nima qilasiz? 9-oyat davom etadi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, u sodiq va haq bo'lgani uchun bizning gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday nohaqlikdan poklaydi. Demak, nurda yurish odamlar uchun shunday eshitilishi mumkin: Obbo, men nurda yura olmayapman. Gunoh qilishdan o'zimni tiya olmayapman. Yo'q, bu nurda yurish degani emas. Nurda yurish bu xushxabar va Xudoning muqaddasligini aniq ravshan idrok etish. Gunohning dahshatli ekanini yaxshi anglashdir. Shuning uchun gunoh qilganingizda siz men bundan nafratlanaman. Ota, meni kechir. Iltimos, meni kechir deysiz. Siz buni e'tirof etasiz. Siz kechirim olasiz va sizga taklif qilgan inoyati tufayli xazinasi ulkan bo'lgan Rabbiy bilan yashashda davom etasiz. Josh, oxirida men sizga shunday degan bo'lardim. Najotga bo'lgan ishonch bu muqaddas ruhning tuhfasidir. Rimliklarga maktub 8-bob 15-16 oyatlar deydi. Lekin o'g'illik ruhini oldingizlar. U bilan biz Xudoni Abba, Ota deb chaqiramiz. Ana shu ruhning o'zi bizning ruhimizga biz Xudoning farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik bermoqda. Siz Abba, Ota, Iso, Rabbiy deb baqirganingizda muqaddas ruh sizning ruhingiz bilan siz Xudoning farzandi ekaningizni tekshiradi. Shuning uchun undan bu inomni so'rang. Unga tegishli ekanligingizni tasdiqlashini so'rang.